Hammaga sizlar bilan Telesoy To'rayev 1434 kanali. Hop, biz bugungi videomizda mana bu yerdan men ikkitasini olib yutib bo'ldim Dream Draft'dan va endi men hozir bu 3-chisida tarkib tuzaman va men bittasini ochganman. Hozirgacha asosiy maqsadim Yildiz ushlaganman va keyingi Svillier darvozabonni ushlamoqchiman, chunki full qilish oson, birgina legendariy kuchaytirish berish bilan deyarli full darajasiga yetadi va men o'zim mana bunaqa tarkib, har xil kartali futbolchilardan tarkib tuzishni yaxshi ko'raman. Shunga va hozirgacha kelgan eng yaxshi darvozabonga eng yaxshi variant Svillier. Shuni ushlamoqchiman, asosiy maqsadim. Xo'p. Hozir bu yerdan biz sizlar bilan tarkib tuzamiz va video oxirida mana shu yerdagi agentni ochib ko'ramiz. Xo'p. 3-chisiga bo'lsa ham 3-chisiga ketaveramiz tarkib tuzish videosida. Xo'p. Internet yomonroq hozir. Xo'p, ketdik. Xo'p, men ikkita taktikada ham o'ynab ko'rdim. 4-4-2 mashhurroq va yaxshiroq taktika bo'lishi mumkin, lekin men ikkitasida ham o'ynab ko'rganimga 3-5-1 taktikasi menga qulayroq tuyuldi. Shu sabab shu taktikani tanlayman. Xo'p, kim chiqar ekan? Deketalari. Derrasaketta chiqmoqda. Yaxshi, hujumga qo'ysa ham zo'r o'ynab beradi. 90 kartalik olaveramiz. Undan oldin Suarez hamda Thiago'lar chiqqan edi. Ikkita oldingi tarkibimda. Xo'p, tanlaymiz buni. Va darvozabonga Courtois. Zo'r. Aha, shu yerda himoyada reklama ko'ramiz. Boshqa iloji yo'q. Va reklama ham Xo'p, reklama joyini kesib tashladim va bu safar anchagina yaxshi. Xo'p, shubhasiz bu yerda Upamecano'ni tanlayveramiz. Yo, Chouameni yo'q, baribir Upamecano'ni tanlaymiz. Anchagina zo'r o'yinlar ko'rsatmoqda Bavariya tarkibida va Jules Koundé markazroqqa chiqsa uni qanotga qo'yamiz. Va Arsenalning asosiy himoyachilaridan biri Timber, Cancelo yoki Cucurella. Hop. Ko'proq bizga hujumkor himoyachilar kerak. Shu sababli Cancelo'ni olamiz, chunki Cancelo hujumga ham yaxshi o'tadi Cucurellaga nisbatan. Hop. Shu yerda yana bir reklama ko'rib yuboramiz. Reklama joyini kesib tashlayman. Hop, reklamani ko'rib oldik va deyarli hamma sariq kartali futbolchilar. Fabian Ruiz yoki McTominay. Hop. McTominay himoyaga ham yaxshiroq ekan, shu sabab McTominayni olamiz. Hop, Chalhanoglu baribir. Sabaslan yoki Modric. Men Real Madrid muxlisi bo'lganim uchun tirik afsona Lukani tanlayman. Sabaslan hozir formada bo'lib turgan bo'lsa ham. Xo'p, bunday tarkiblarda asosan tezlik hal qiladi. Shunga Frimpong Arsenalning Liverpool himoyasini olamiz. Suarezni tanlaymizmi? Aha, shu yerda ham reklama ko'rib yuboramiz. Xo'p, davom etaveramiz. Mening asosiy maqsadim bo'lgan ko'k kartali, pushti kartali futbolchining ko'k kartasi chiqdi, Svillier. Tanlaymiz, baribir zaxirada bo'ladi. Qo'llar quroli Araujo yoki Akanji. Baribir Araujo. Bu yerda bo'ymas aldasa ham yaxshiroq. Hayotda Akanji yaxshiroq bo'lsa ham Romagnoli Napoli futbolchisi yoki-da Yeri Alvarez. Xo'p. Romagnolini tanlaymiz.
Ryan Cherki yoki Arda Güler. Hech qancha farq yo'q. Shu sabab hozir Cherki formada bo'lsa ham Güler ham yomon o'ynamayapti. Men Gülerni tanlayman. Bu yerda tezlik hamma narsani hal qiladi. Omar Marmush va Martinelli yoki-da Nico Williamsning akasi Nico Williams. Nikoni tanlayveramiz. Iniakio va yana Gakpo chiqyapti. Undan oldingi tarkibimda ham bor edi Gakpo. Yaxshi o'ynaydi, anchagina o'zini ko'rsata oldi. Bu yerda endi Johnson, Openni shubhasiz. Xo'p, mana bu yerda bosilib ketdi til va boshqatdan tarkib tuzishimga to'g'ri sabrim chidamadi. Baribir ham yutaman. Shu sabab De Rasettani hujumga qo'yib, tilni zaxiraga qo'yaveramiz. Tiling qo'rg'or. Va mana tarkibimiz tayyor bo'ldi. Hop, 5-11 ni bossak, yaxshi, yomon tarkib emas. Xo'p, endi videoning eng qiziq qismi yo'q bu yerda. Va agar Svillier chiqsa juda ham zo'r bo'lardi, chunki boshqasini men olib full qilmayman. Svillierdan boshqa Yildizni ham hali full qilamiz. Xo'p, ko'ramiz kim tushar ekan. Xo'p. Va mening maqsadim, asosiy maqsadlarimdan biri o'ylab turgandek darvozabon Svillier tushdi va ajoyib bo'ldi. Juda ajoyib bo'ldi. Va bo'ldi. Bu yog'iga endi men bekor tarkib tuzib ham bo'libman. Va oxirida ochdik va super. Hozirning o'zida 4 nafar futbolchini olib bo'ldim tarkibimga va yana hozirgina yutsam 5 nafar bo'ladi. Bu yerda Sabitiyani yutsam 6 nafar, sezon pasdan 7 va mana bu Dream Draft keyingi keladigan Dream Draft katta ehtimol bilan pullik bo'ladi. Uni olmayman va oxiridagi Sabitiyani ham yutaman va 8 ta pushti kartali futbolchilarni olishim mumkin. Xo'p, videomiz shulardan iborat edi. Xato va kamchiliklar to'g'ri tushunasizlar. Obuna, like esdan chiqmasa. Xo'p, sizlar bilan ko'rishguncha keyingi videolarda xayr.